Bismillahirrohmanirrohim. Bid'atning turlari. Sahih Buxoriy kitobini sharhlagan Imom Qassoloniy rahimahulloh aytadilar. Imom Bayhaqiy Imom Shofi'iydan naql qilib aytganlar. Kitobi sunnatga va ijmoga xilof bo'lgan ishlar zalolatga chorlovchi bid'atdir. Ammo kitobi sunnatga xilof bo'lmagan yaxshi ishlar bid'at emas, balki muhtasotu mahmuda, ya'ni keyin paydo bo'lgan maqtalgan ishlardir deganlar. Imom Muslim Jarir ibn Abdullohdan qilgan rivoyatda qola Rasululloh sallallohu alayhi va sallam man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man amila biha wa la yunqasu min ujurihim shay'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa'umila biha ba'dahu kutiba alayhi mithlu wizri man amila biha wa la yunqasu min awzarihim shay'un. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: kim islomda chiroyli yo'lni joriy qilsa, bas u uchun uning ajri va undan keyin unga amal qilganlarning ham ajri bo'ladi. Ularning ajrlaridan biror narsa kamaytirilmaydi. Kim islomda yomon yo'lni joriy qilsa, unga uning gunohi va undan keyin bunga amal qilganlarning ham gunohi bo'ladi. Ularning gunohlaridan hech narsa kamaytirilmaydi. Imom Muslim rivoyati. Mana shu va boshqa dalillarga tayanib, ulamolarimiz bid'atni ikki qismga bo'lganlar. Bid'ati hasana, yaxshi bid'at va bid'ati sayyi'a, yomon bid'at. Hofiz ibn Hajar rahimahulloh shariatning asliga xilof bo'lmay, shu bilan birga foydali va xayrli amallar bid'ati hasanadir. Shar'iy asosga ega bo'lmagan amal yoki e'tiqodni joriy qilish bid'ati sayyi'a dedilar. Bid'ati hasana. Bunga Hazrat Umar radhiyallohu anhuning ishlarini misol qilish mumkin. Sunnat amal bo'lgan tarovih namozini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jamoat bilan o'qimas edilar. Hazrat Umar esa xalifalik davrlarida mazkur namozni imomga iqtido qilib, jamoat bilan o'qishni joriy qildilar va qanday yaxshi bid'at bo'ldi dedilar. Shunga binoan diniy ilmlar o'rgatish uchun alohida madrasalar qurish, kitoblar chop etish, masjidlarga gilamlar solish, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning go'zal siyratlarini targ'ib qilish uchun mavlid o'qish singari din asoslariga zid bo'lmagan amallar bid'ati hasana bo'ladi. Unga amal qilish joiz va u zalolatga boshlamaydi. Bid'ati sayyi'a esa shar'iy asosga ega bo'lmagan biror amal yoki e'tiqodni joriy etishdir. Bunday bid'at ayni zalolat bo'lib, shariatimizda rad etilgandir. Quyidagi hadisi sharif shunga dalolat qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilar: "Man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun." Ravahul Imom al-Buxoriy. Ya'ni kim bizning bu dinimizda unda bo'lmagan yangi narsani kiritsa, rad qilinadi. Imom Buxoriy rivoyati. Demak, hadisda ko'zlangan maqsad dinning asosiy manbalari bo'lmish kitob va sunnat va ijmoga xilof bo'lgan ishlarni paydo qilish bo'lsa, bas, u rad qilingandir. Ammo dunyoviy hayotning ravnaqiga xizmat qiladigan, insonlarga manfaat beradigan ishlarni paydo qilish, garchi kitob va sunnatda asosi mavjud bo'lmasa-da, zinhor bid'at deyilmas ekan. Yana shuni ham ta'kidlash kerakki, agar kishi dindagi biror amalni, dinning ajralmas bir qismi, uni bajarmaslik sunnatga xilof deb e'tiqod qilmay bajarib yursa ham, biz uni bid'atchi, zalolatdagi kishi deb qaramaymiz. Misol uchun, Abu Dardo radhiyallohu anhu har kuni 1000 marta tasbih aytganlar. Tobiinlardan Abdurrahmon ibn Abi Laylo har kuni bomdoddan keyin to quyosh chiqquncha Qur'on tilovati bilan mashg'ul bo'lganlar. Imom Ahmad har kuni 300 rakat namoz o'qiganlar. Tovus ibn Kayson rahimahulloh esa har kuni asrdan keyingi vaqtni duo uchun tayinlab olgan edilar. Yuqorida aytganimizdek, mazkur azizlar bu ishlarni dinning ajralmas bir qismi, buni albatta har bir kishi bajarishi kerak degan e'tiqodda bo'lmaganlar va buni qilmaganlarni ma'lumot qilmaganlar. Shuning uchun ham bu ishlarni birortasi bid'at deyilmaydi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.